Yaxşımısınızlar dostlar? Biz yine dersimizni davom ettiraylik. Unda bo'lsa, bu teksturniki inchiklar qo'yganlarni davomli qilsaylik. Yana buningki mana bu o'xshash yerlari, yani bu rangninki saqib tushirgan nuqtalari biraz qiyin bo'ldi, ama sirning saqib tushirgan yerlari. Shuning uchun bu yerlarda davomli to'xtalishimiz kerak.
Asosiyatim shunda qirg'oqlari biroz sirchib ketgan bo'ldi, unib ketgan bo'ldi. Bunda cho'nqir yerlariga odatda cho'tkalar bakrak tegadi. Shuning uchun bu yerlarni amal bor qiyinroq qo'yishimiz kerak.
Bugün usulda ama teksiye bugün iken rang biraz kıynatırak uruldu.
Şunun bilen tekstür asosiyatdan sızılıp buldu ya. Asosiyatdan sızıldaki yerlerini sızıp bulduk. Miyele yeni durup işlep koysak bulken ya. Bu yerdeki. PC yine azıraq şeyden mutlaqda bunu mu yine azıraq ençiklep koyuydu. Şimdi bununki pakıraq yerlerini hem pakırmaydigan yerlerini belirleyin. Yani ma specular şunak bu. Specularını çekirip ben bununki hem yerine qardan berip ötken dep şuna almaz mı? Hem de mesela qardan bezek bunu. Qardan bezek bu bütünlüğü pakırmaydı. Hem de ben yoğurtmak çok yerine ak rang bermemişler. Qaranlar bunu. Ak rang bergen yerler yoğuruydu. Qancha ak olsa shuncha pek yo'raydi.
nur qaytirdi shunaqa. Endi buniki mana bu ushlangan bo'lakka paqirmaydi. Biz buni qora rang bilan to'xtataylik. Endi ba'zi bo'laklari bekerek paqiraydi, masalan PC. Bundan keyin mana bu kirviki. Bu yer to'la sirkilish orqali bu yer silqinib ketadi. Silqingandan keyin paqiraydi. Endi mana bu orliqlar bo'lsa, biraz paqiriq ojiz bo'lgan chiqadigan vaqtda bu yerlari asosiyatdan jismlar uchrashmaydi. Shuning bilan bu yerni asosiyatdan kir qasmoqlar besib ketish ehtimolligi bor. Shuning bilan bu yerning paqiriqligi biraz ojiz bo'ldi. Bu yerlerin o'xshash paqirmaydi asosiyatdan. Butunlay nolga kirsak bo'lmaydi, butun qop-qora qilsak bo'lmaydi. Ozroq paqiriq bo'lishi kerak.
o'rin bo'lsa kerak baqaydi. Bunday bu baş qismininkini tezlash uchun mallarni tanlab, undan bu yerda invert selected deb bor. Mana shuni bilan biz mobillikni tanlab oldik. Endi shuni bilan bu bir bo'lakni ayrim tanlab, nechun ayrim sizaydi. Masalan, bu o'xshash avval asosan bo'sh baqiradigan bo'lakdan biri siz bo'ladi. Şimdi biz avval hamiyani o'rtacha baqiroq qiymati bo'yicha tanishib olaylik. Masalan, taxminan shu rangda bir baqir tutaylik hamiyani. Hozir biz ma'lumot ko'rsak, paqirgan, ya'ni bu ko'ramaymiz, paqirmayani ko'ramaymiz shunaqa. Shuning uchun sizga vaqtimizda shuni diqqat qilinglar.
Izız bolgan eken pakırmaydigan yerlerini belgileydi. Mesela maniki içki kısmı pakırmaydı. Bunu yuvi şekilde görüp durup, yine alet bilen qaysi nokta alet bilen til basgan vaqtda maharet kelishini qo'y. Endi pakırmaydigan böleklerini bu yerler paketlan pakırmısın bu da. Çünkü bu yerge sırmı beğenmeyen hem pakırat kısmı çalışmagan yerler bu. Şimdi miyede hazır bir sızık peyda bolip kalışın ama yine o pakırgan bilen pakırmaganın arasında bir ölçme yok kaldı. Biz bunu shift'ini besip durup değiştirip öteyle.